Assalomu alaykum. Hoji aka, hammani duo qiling. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك اللهم إني عفو كريم تحب العفو عفو عنا الله o'zing qadr kechasiga kirib kelyapmiz. Barcha qilgan, bilib bilmay qilgan ota-onalarimizni, o'tganlarimizni gunohini kechir. Ularni onadan yangi tug'ilgan holatda jannatlarda joylanib yurishligini nasib et o'zi. O'zimizni iymonimizni salomat qil, ikki dunyo saodatiga erishtir. Farzandlarimizni, hayotdagi ota-onalarimizni bizga uzoq vaqtgacha duogo'y qilib qo'y. Amin. Iymonlarini salomat qil, ularni ham jonlarini jannatda qilgin. Farzandlarimizni iymonli, insofli, fahm farosatli, ilmli, bilimli bo'lishini nasib et o'zi. Ulardan tarqayotgan zurriyotlarimizni, nevaralarimizni Allohim oralaridan qoriya oxirat kuni bizga toj kiygizib jannatlarga olib kiradigan farzandlar bo'lishini nasib et o'zi. Allohim oxiratgacha avlodlarimizdan islom chirog'ini o'chirma. Oxiratgacha avlodlarimizdan qoriyalar, ilmli, insoniyatga naf keltiradigan farzandlar tug'ilishini nasib et o'zi. O'zimizni Allohim to'rmchalimizni solih qil, ahillarimiz bilan, ahli ayollarimiz bilan jannatlarga, jannat firdavs, jannat naimlaringda ota-onalarimiz bilan mana hozir Allohning ikkinchi bayti payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yotgan masjidlarida o'tirib duo qilyapmiz. Allohim oxirat kuni jannatlaringda mana shunday o'tirib duo qilishni nasib et o'zi. Barcha bizlarni eshitayotganlarni Allohim gunohlarini afv et. Ona avlodimizdan ham, ota avlodlarimizdan ham o'tganlarni rahmatingga ol, qolganlarni salomat qil. Singillarimizni, opalarimizni, akalarimizni, ukalarimizni hamma barchalarini avlod ajdodlari bilan jannatlaringga daxldorlaringdan qil. Alloh o'zimizni to'rmichalimizni sog' qil, iymonimizni salomat qil, ikki dunyo saodatiga erishtir. Allohumma salli va salli va barik ala Allohu akbar. Rahmat, sog' bo'linglar.